Assalomu alaykum. Peshanasida sho'ri bor akalar. Yangi uylar ham muborak bo'lsin. Sizlarga ham mana shunaqa uylar nasib qilsin barchamizga. Peshanasida uyda sho'ri bor akalarimiz uchun mana Donar akamizdan bir haligi antisoldi yangiliklaridan mana Donar akamiz ish jarayonlariga, joylariga kelganmiz. Ha Donar aka, nima u yerga chiqib oldingiz? Sho'rni yo'qotaman. Ha bu kommentariyadagilar sho'ringiz yo'qolmaydi deyapti, hech narsa yo'qotmaydi deyishyapti. Nima deysiz? Yo'qotadi, yo'qotmasa tashlab yuboraman. Nimani o'zingiz tashlab yuborasizmi? Jillobani apparat tashlab yuboraman, ishni tashlab yuboraman. Qaytib ansol bilan shug'ullanaman. Rostdan shunaqa zo'rmi javobmi antisolingizga? 100% xudo xolasa. Barakalla, xizmatlarimiz qanaqa bo'lyapti? 1 kvadratda 20 ming so'm, lesa abata ham yo'q ichida. Ha. Lesa ham bermaydi. O'zimiz olib kelamiz hamma yo'qda. Pulini sanab bersa bo'ldi. Mana shu uy bombosh uyni berib ketsa bo'ldi ekanda sizga. Bo'ldi, egasi yo'q bo'lsa bo'ldi. Kelib tekshirib olaveradi. Ha, barakalla. Mana akalar, mayillarimiz sepilibdi, tepali qismi qopti xolos. Mana g'ishlarimiz birinchi etajlari mana yangidek bo'lib qopti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Donar akaga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, ishonchli, sifatli xizmatlar hamma yo'g'i ichida, abeti ham ichida, lisasi ham ichida. 1 kvadratini 20 ming so'mdan qilib beryapti ekan. Ko'proq kvadrat bo'lsa, aytaverasizlar. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Skidkalari bo'ladi albatta. Murojaat qilaverasizlar. Aloqadamiz. Akalar, Donar akamizning mehnatiga like bosib, kommentariy yozib, Doniyor Bezor ishlar rivoj deb yozib ketinglar, tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar.